Bizda shuncha paytdan beri har xil tashlandiq binolarga kirib, Bu yerda kimdir bormi? Znak beringlar. Voy, biza hatto butmi? jinlarni yoki boshqa narsalar qidirayotgan bo'lsak, shu paytgacha ham to'g'risi hech ularni pashti ko'rmadik. To'g'ri eshitildi, lekin ko'rmadik. Lekin bizning kameralarimiz nimadir ko'rgandek bo'ldi. Sizlar bu videoda ko'rgan narsa shaxsan o'zim bilan bo'lgan. Men odamlarning ichiga jinlar kirishiga yoki jinlar odamlarning ko'ziga ko'rinib, unga ziyon yetkazishiga ishonmayman. Lekin ko'pchilik odamlar jinlardan qattiq qo'rqishadi. Men ularga jinlar odamlarga ziyon yetkaza olmasligini isbotlash uchun har xil jin bosgan yerlarda eksperimentlar o'tkazaman. Videoda ko'radigan hamma narsalar hayotiy eksperiment. Salom o'rtoqlar. Bugungi videoda bizlarning kameraga tushib qolgan yoki diktofonlarimizga eshitilgan g'alati yoki qanaqadir jinlarga aloqasi bor bo'lishi mumkin bo'lgan materiallarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, xuddi shu payt sizlarga yana bitta serios narsani aytmoqchiman. Esingizda bo'lsa, biz morgga kirdik. Morgdagi berkim machoqni ham o'tkazdik. Avval morgda qorovul bo'lgan insonning nevarasi bizning videoni ko'rayotgan payti doda ko'rib qolganlar va ularni ham boshlaridan o'sha payti, ya'ni o'sha morgda qorovullik qilib yurgan paytlari, ularda ham juda ham bir qo'rqinchli voqea bo'lgan ekan va o'sha voqeani bizga aytib berdilar. Xullas, u voqea haqida sizlar bilan sal keyinroq gaplashamiz. Hozir morg haqida. O'rtoqlar, sizlar bilasizlarmi, yo'q bilmadimmi? Ko'pchilik morg desam, aka morg вообще-то nima degani u deganlar ham bo'ldi orqalida. Morg odam o'lgandan keyin olib borib yoriladigan joy. Agarda o'zini osib qo'ygan boshqa narsa bo'lsa, xolos o'sha aniqlaydigan joy, hozirgi gap aytganda. Lekin o'tda har xil qo'rqinchli narsalar haqida juda ham ko'p gap yuradi odamlar ichida. Har xil tashlandiq binolarda, hech kim bormaydigan joylarda va odamlar kam borib, xolos odam umuman bormaydigan, lekin hamma qo'rqadigan joylarda jinlar yashaydi deyishadi. Va men shu narsani sanab ko'rish uchun har xil tashlandiq binolarga kiraman. Xuddi shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, hozir sizlarga ko'rsatadigan, ya'ni meni kameramga yoki diktofonimga tushib qolgan ovozlar yoki kadrlarda ko'ringan jinlar bularni hech anaqa uyushtirilmagan. Agarda sizlar tayyor bo'lsanglar, boshladik. Birinchi kadr qo'yamiz. 5-6 kishi bizani tanlasa, biz omon qolmasa kerak. Nima? Qolmasa kerak. Qolmasa kerak. Qolmasa kerak. Qolmasa kerak. Orada ko'pchilik bu ovozni eshitolmagan. Bilmadim nimaga, biz kolonkada eshitganimiz uchun balki bizga eshitilgandir yoki boshqa narsalar. Lekin bu yerda realni degan ovoz bor. Bu vaziyatda eng qo'rqinchlisi shuki, biz morgga chidamiz. Morgdagi ikkinchi qism videosini yaxshilab ko'rganlar bo'lsa, oranglarda yaxshi bilishadi. Что bizani xuddi kimdir kuzatib yurgandek bo'ldi. Va bu bizani cho'chitdi. Даже biz mashinaga chiqqanimizda ham mashinamiz ochiq va radiosi yoniq edi. Eng qizig'i mana eshik ochiq olib ketibdi. Qaysi? Bilizmi, kalta ham tiqmadi. Radio ham yoniq. Ochiq edi-ku. Mana Mana eshik ochiq, natida. Alloh guvoh kalta tiqmadi eshigiga. Ket, boshqa gapirishga iltimos. Xuddi shu payti meni yana bitta narsasi tushib qoldi. Esingizda bo'lsa, tashlandiq binoga bitta o'zim kirganimda har xil ko'p qora kuchukchalar, iyamda katta qora kuchukchalar bor ekan. O'sha videoni kommentariyasini yaxshilab o'qib qarasam, ko'pchilik yozgan ekan, jinlar odamlarning ko'ziga ko'rmaslik uchun har xil qora hayvonlarni tushiga kirar ekan, aynan qora rangga. Va bu narsa ham juda ham qattiq odam qo'rqitadi. Aynan agar bitta o'zingiz o'sha holatda bo'lsangiz, ya'ni kimdir bo'lsa kak anaqa bo'lmaydi, aynan bitta o'zing borganingda, aynan jin bosganda ham odam bitta o'zi bo'lganda bosadi deb eshitganman. Morgga o'sha ovozga qaytadigan bo'lsa, ya'ni degan ovozga qaytadigan bo'lsa, biz komandamiz bilan haligacha tushunmaymiz unda mana ovozligini. Bo'lishi mumkin, kuchuk, g'irlagan bo'lishi mumkin. Lekin bizning atrofimizda u payt kuchuk yo'q edi. Chunki biz borib qaraganmiz, videoni yaxshilab ko'rgan bo'lsanglar. O'rtoqlar, qaranglar. Mana shu ko'rib turgan insonlar eng zo'r kommentariy yozgan insonlar. Agarda siz ham keyingi videolarimda xuddi shunaqa eng zo'r kommentariyni ko'rsatishimni xohlasangiz, uning uchun oldin eng zo'r kommentariyni yozing. Shuna pastga tushing va o'zingizning eng zo'r kommentariyingizni yozing. Xudo xolasa,
keyingi videoda siz ko'rishingiz mumkin. Video davom etadi. Menimcha kuchuk va botda hech qanaqa jilla yo'q. No, biz qidirishda davom etamiz. Ikkinchi kadr. Nima? Voy! Men faqat bunaqa narsalar haqida faqatgina kinolarda yoki YouTubedan ko'rganman. Lekin hayotda birinchi marta qo'lim ushlab ko'rdim va bu narsa qanaqadir bir g'alati narsa, tushunmaysiz shu nimagaligini. Nima bu? Siz bilasizmi aka? Nima bu siz bilasizmi bu nimaligini? Men eshitganman, qo'g'irchoqga mana shunaqa narsalarga qobillik o'qitadi. Sehr jodu aka. Ha, sehrjo'y, o'limga qiladi, boshqaga qiladi. Odam shakli. Bu vaziyatda men yanada qo'rqitgan narsa har qayoqdan mushukning ovozi kelardi. Biz nima qilishni prosta bilmasdik. Tiriklik paytida nima bo'lgan? Gapirmang. So'ng tugagandan keyin men o'sha o'yinchoq haqida surishtirdim. Internetda yaxshilab ko'rib qarasam, u o'yinchoq sehr uchun ishlatilar ekan. Ya'ni men bu sehr ishlaydi demoqchi emasman, prosta shunaqa ishlatilar ekan qoidasi bo'yicha. Bu yerda hech qanaqa qo'rqinchli yoki mistik joyi yo'q. Shunchaki odamlar qo'rqoqqa xudiga kuch beraman deb o'ylagan va shuni qo'yib ketgan. Yana bilmadim. Agarda bu narsa haqida sizda mendan ko'p ma'lumot bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men uchun bu juda ham qiziq bo'ladi. Eng qo'rqinchlisi qo'ying, uchinchisini. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? PUBG'chilar hayotda ham shunaqa zo'r otishadimi qo'liga avtomat berib qo'ysak? Va xuddi shu savolga men javob topganman, ya'ni video o'sha olinib bo'lgan, xudo xolisa, aynan mash videodan keyin video o'sha video bo'ladi. U uchun ko'rib turgan videolarga 10 mingta like yig'ishimiz kerak. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, hozirroq pastga tushing, like bosing, qachonki shu videodagidek 10 mingta like dan oshgandan keyin men u videoni ham shundoq qo'yaveraman. Xullas, video davom etadi. Kimdir yo'q, odamlar baqiryapti. O'rtoqlar, sizlar eshitgan ovozni biz Tashlandiq mehmonxonada eshitganmiz. Va to'g'risini aytsam, men u payti diktofonga ham xuddi men quloqim eshitgan narsa yozildi deb o'ylamagandim. Lekin ko'rib turganingizdek, biz haqiqatan ham shu narsa borligini sizlarga qaysi modda isbotlab bera olamiz. Va sizlar eshitgan ovoz bu natsam yarim kecha soat 2 dagi ovoz. Yarim kecha soat 2 da Tashlandiq binoda eng qiziq qulayotgan Tashlandiq binodagi ovoz bu. Va bu narsa hazillashadigan narsa emas. Men bu narsa haqida juda ham ko'p insonlar bilan gaplashdim. Nima o'zi bu? Qanaqasiga bizga bunaqa ovoz eshildi? Va o'sha nimaga u Tashlandiq bino qulaydigan bo'lib turgan holda hech kim tegmayapti. Bizga aytishdiki, u yerda har xil chaborlar yurar ekan va chaborning ovozi ham shunaqa ekan. Ishonmasa eshitib ko'ring. Bu epizodda ham hech qanaqa qo'rqadigan yoki qo'rqinchli bir jillani narsasi menimcha yo'q. Shuning uchun ham keyingisiga o'tamiz. Men bunaqasi bo'lishini umuman kutmagandim. To'g'risi, shuncha video oldik, shuncha joyga kirdik, lekin va nihoyat qaysi tomonda bizning kameramizga tushib qoldi bu narsa. Va bu to'g'risini aytsam, boshida juda qattiq qo'rqdik. Bilasizlar, men bilmayman, lekin ofis qardan bitta o'zim montaj qilib o'tiraman, kechqurun 1, 2, 3 uxlamasdan va xuddi shu paytda ofisda bitta o'zim o'tirganimda har xil ovozlar eshitiladi. O'zimga ham bilmayman. Aynan esingizda bo'lsa, biz jin chaqirgan narsa qilganmiz, ya'ni o'sha narsalar chizib, olov yoqqandan keyin. Diyavol, покажи свое зло. Дьявол, покажи свою злость. Покажи свое зло. Kimni bo'lding? Ikimizga o'tdim. Yo'q, men Sirot. Eshitdingizmi? Yo'q, Sirotni qanaqasiga boqmoqchi? E'tibor berib qarasanglar, rostdan ham u kadrda nimadir o'tib ketgan. Yoki mana bu rasmga qaranglar. Bu ham xuddi kimdir tepadan qarab turgandek. To'g'risini aytsam, mana atrofimda 2-3 odamlarga bu haqida aytganimda juda ham qattiq vahima qilib va bu o'yinchoq narsa emasligini, to'xtatishimni, to'xtamasam baribir oxiri qachonda jinchalar yoki boshqa gapni juda ham ko'p aytishadi oxirgi paytlar menga. Lekin men bundan qo'rqmayman. Menimcha bu shunchaki tasodif. Lekin agarda tasodif bo'lmasa-chi,
degan savollar paydo bo'ladi. Sizlar kutgan payt keldi. O'sha Mortiga eski qorovul bo'lgan odamimizni polniy bizga katta qilib yozilgan o'sha xatlarini shunaqa desam bo'ladi. O'zlari kelolmadilar, chunki o'zlari publikaga chiqmayman dedilar. Lekin yozib jon tortdilar, shunga ham rahmat. Xullas o'qib beraman, tayyor turinglar. To'g'risi, o'zim buni o'qib qo'rqib ketdim. Lekin jana qo'rqmang, tasdiqlanmanglar. Bu narsa po faktu, masalan, kamera chiqib yoki nimadir isbotlanmagan narsa. No, babram xabar bor, men sizlarga xabar yetkazishim kerak. Xolos, bismillah, ketdi o'qiyman. Qanaqa yozgan bo'lsa, xuddi shuni o'qiyman. Sizning videolaringizni ko'rib, bir voqea esimga tushdi. Men pensiyaga chiqgunimcha morgda morgda qorovul bo'lib ishlardim va u yerga kechquruni bilan uxlab qolardim. Men bu gaplarni hech kimga aytmayman deb yurardim. Lekin yoshing katta bo'lishi bilan ichindagilarni hammaga aytging kelar ekan. Xullas, bir kun smenada o'tirganimda o'likxona morgda alohida o'likxona ham bor edi, qorovul boshida o'tiradi. Qanaqa? O'likxona tarafdan qanaqadir ovozlar eshitildi. Morgda shuncha yildan beri ishlasam ham o'sha payt qo'rqdim. Sekin borib eshikni ochganimni bilaman, menga nimadir tashlandi. Bo'yi taxminan 1,5 metr, lekin ko'zimni ochganimda hech kim yo'q edi. Yorug' edi. Lekin oyog'imda ko'karish qolganidan bu narsa tushmasligini bildim. Seriyozmi? Yaqinlarimga aytsam, ular ham qo'rqib qolmasin deb ularga indamadim. Xullas, o'shandan beri bu voqeani kimgadir aytkim kelib, ichimni yerdim. Mana, aytdingiz. Tasavvur qilinglar. Haqiqatan ham, mayli, morgman sizlar uylarda hojatxona ichib qolsalar-da, bir konkretniy misol. Kimdir sizlarga o'tib ketdi, хотя бы sizlarga temasdan-da. Bu kulgulidir. U momentda sizlarga kulguli bo'lmasligi aniq. O'rtoqlar, agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, men aytgan boshqa videolar turibdi yoki kanalimga kirsanglar, yana juda ham ko'p videolarim bor.